Avtoskitkada egalardan Captiva'nın qarasini so'raganlar uchun idealniy sosteniyada bir zo'r Captiva'miz kelgan do'stlar. Captiva 2017-yil Captiva'ning turishini qaranglar do'stlar. Kraska 100% родной. Metan balon pokoleniya qo'yilgan. Pokoleniya metallarda 4 dona bo'sh balon novoy qo'yilgan. Mashinaning motor ходовойында umuman ish yo'q. Tonirovka ruxsatnomalari bor. Salon alohida tema, shunda akkuratniy taxlangan, kutib minilgan. Salonda chexollari, evakuator poliklari, hamma narsasi tayyor. Mashinaning hech qanday rasxod yo'q. Mashinada olasizlar, ana shu atmosferada sizlarni mashina kutib turadi. 69 ming probeg yurib turibdi. Bu mashinada do'stlar barter ham ishlaydi, Cobalt Gentra, shu O'zbekistonning mashinalari bo'lsa barter ishlayman deyapti. Puli 245 million so'm. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol egalarining nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.